Ben Şükürov aka. Bugün videoda futbol oynayman. Penaltilerde qaysi bir Manchester City Paxtakor yo O'zbekistonni o'zini qo'yamiz. Manchester Cityga qarshi O'zbekiston dunyoda ko'rganmisizlar? What the what is doing? Bilan almashtirib qo'ymasa bo'lmaydi bolalar. Fayzullayev udar yaxshiroq Shomurodovdan ko'ra. Besh Mardonov Levaga bironta yo'q. Mana 74lik turibdi. Qo'yilmagan bo'ladi. Over 74. O'zbekistonni overi unchalik yaxshi emas. Lekin ana bu o'yinda juda ham past. Husanovniki anchagina baland, bilaman. Husanov overi baland. Fayzullayev qora udar bilan mayli Husanov burchakchada kelyapti. Gvardiola tashlansa qara. Mana Husanovga Gvardiola qanotda pas berdi. Mahallada shapalloni yurgan Shomurodov patkat beraverding bilan Rejinders umuman yo'l qo'ymayapti. Gvardiola bilan Ay Haaland yopishini qara. Husanov talab bilan dunyo savoli. O'zini o'zi ala bilsa endi bilaman. Bilan Rejinders Van alamni oldi. Rubin Rodri Oltin to'p sohibi 2024-oltin to'pni aslida Vini olish kerak edi, lekin Rodri oldi. Kim fikrimga qo'shiladi? Kommentariya yozinglar. Donnarumma baribir Donnarummada. Mana Husanov Fayzullayev ikkalasi o'rtoq, lekin Fayzullayev olib ketadi. Qanot qonlash bo'ldi. Fayzullayev Husanov cho'tkalab berdi. Fayzullayev gol! Husanov bechara afsuslanyapti. Hozir Fayzullayev Sashitnik emas. Rodri'ni Qizdan bo'lyaptim. Bilaman nima. Bilgan qizdan bo'lyapti. Bir boshidan ko'ryapti. Qizdandir Mosharipov yugurib kelmaysanmi? Mosharipov. Shukurlar kuchsiz qolgan Mosharipov. Fayzullayev shot ekan. Fayzullayev qora. Fayzullayev aynan ko'rgan ekan debmi? Menga tasha yurgan ekan. Voy, full Foden. Futbolchi unchalik ham yaxshi o'ynamaydi. Men yo'qman Foden. Qana o'sha paytlar Manchester Citydan Palmer qana alamni olgan. Lekin o'sha paytlar Husanov bordimi? Indegan paytda. Eslolmayapman. Shotam. Shomurodov. Hamronbekov. Ashmulatov ekan. Juda osmonga uchirdim. Neftrasezlarga ko'ryaptilar. Odilbek Shukurov qayerdan kelib qoldi? Mani familiyamdagi odam. Birinchi taym tugadi. 25-daqiqada Fayzullayev birinchi golni qilib berdi. Let's go. Shomurodov patkat qara. Yuguramiz. Shukurov qara. Bir o'zi.
Rodri. Voy, nima qilib tashyapti? Fozilov kim ko'rdi? Nima qilgan? Kim ko'rdi Fozilovni? Fozilov nima qildi bo'ldi? Rodri patkat berdi. Rodri yanlib ketdi qanaydir qilib. Shomurodov. Voy, arqacha kalla bilan gol urgan bo'laydi agar gol ursa. Ay bile. Yo'q bile. Ona Mosharipov ham Haalandni bir martalik o'tdi. Shuning uchun Haalandni bugundan boshlab bot deymiz. O'zbekiston futbolchilari Haalandni allotsini bilmadim. Shukuk, shaqaq degandek shaqaq. Ema o'zi FC Mobile'dan o'ynardim. Endi просто tak telefonga o'chib ketgan u FC Mobile. O'chgan u. O'chiravergan qanaydir qilib. Vivoga mumkin emas endi. Fozilov. Yo'q bile, Fodendan pas oldirma. Bu Fodenni qara. Ketyapti to'lka. Husanov. Hamronbekovning buni qara. Fozilovdan yana bitta gol kutishimiz mumkin. 4-0. Rodri bilan chikasiga berdi. No mayli. Qaranglar bolalar. Ana shu videoda 10 talak beringlar, qilib beringlar. Keyingi videoda Real Madridda kubok olaman. Bir marta olganman shu o'yinda. Bitta kubogini. Real Madridda bo'lgan u ham. Faqat u video qismlardan iborat bo'ladi. Husanov tanlanmadi. Fozilov. Aytgancha Husanovni ham rasmiy chiqarib qo'ydilar endi. Yey baby. Donnarumma buni qilib turish kerak. Qaranglar. Ko'p olsa bo'lardi-da. Bir kuni bitta kuchli komandaga qarshi shunday qildim. O'sha bo'lsa ham Real Madrid. O'zbekiston Real Madridga qarshi qiziq o'ynab ko'rdim. Ay, Husanov. O'yin tugadi va biz Husanov o'zi bilan o'zi xursand bo'lyapti. Husanov bitta Manchester City'dagi Husanov xursand emas. To'xtinglarda Manchester Togoga qarshi ham bolalar. Togo sostavini bitta ko'raylik-da. Normalni lekin o'ynamayman. O'sha video cho'zilib ketadi. Mana bu yoqqa ligaga kiramanda-yu, ana shu Ispaniya bosaman-da. Ana shu Real Madridni bitta bosaman. Startni bosaman bo'ldi. Mana o'ynash boshlasam bo'ladi, lekin hozir emas. Sizlar 10 ta like beringlar shu videoda, keyin chiqar. Hammaga boy.